Qadrli muxlislar, O'zbekiston telekanalida Oydin hayot dasturi davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimizni tanishtiramiz. Shifokor, dermatolog Sarvar Rahimov. Assalomu alaykum Sarvar aka. Xush kelibsiz. Studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Bugun juda muhim mavzularga qo'l urar ekanmiz-da. Birinchi bo'lib sizga muxlislarimizdan kelgan savolni o'qib bermoqchiman. Juda ko'p so'rashadi bu savolni. Hollar xavfli o'smalarga aylanib ketishi mumkinmi? Ha, albatta, hol masalasi bu jiddiy masala. Endi holni har xil turlari bor, ya'ni xavfli, xavfsiz. Lekin aytib o'tish kerakki, xavfli turi bu juda ham foizda juda ham kam hisoblanadi. 90-95% holatlar odatda xavfsiz hisoblanadi. Lekin biz shifokorlar albatta buni oldindan tekshiruv tahlillar qilinadi. Har xil dermatoskopik tekshiruvlar o'tkaziladi. Qanaqadir foizda demak biz ma'lumot olamiz va o'sha ma'lumotga asosan qilish mumkin emaslik haqida demak bir xulosaga kelinadi. Endi buni onkologlar, dermato-onkologlar albatta shug'ullangani maqsadga muvofiq bo'ladi. Men juda ko'p eshitganman-da, hollari ko'p insonlar aynan onkologiya kasalligiga moyilroq bo'lishadi. Bu rostmi? Endi bu nisbiy narsa. Lekin yana bitta narsa bor. Misol, uyda ayolim ham o'sha shifokor, farmatsevt o'zi. Misol, hol o'zidan o'zi keyin paydo bo'ladi. Bu ham xavfli virusdan bo'ladi bu deb qoladi. Shu gap to'g'rimi? Endi holni e'tibor berib kuzatib, odam o'zi kuzatgani yaxshi qaysi ma'noda, masalan, yillar davomida sekin-sekin kattalashi yoki bir o'z-o'zidan qonashi, mana bu narsalar bir belgi, ya'ni zvonok hisoblanadi. Bunga ko'proq e'tibor qilish kerak va imkon darajada vaqtida demak davo choralarini qilish kerak, o'tkazib yubormaslik. Hollar menimcha u boshqa mavzu, lekin yana ham qiziq. Hozir bitta savol berib olay. Mana misol, men o'zim ko'rganman. Ko'p tanishlarimni ko'rganman. O'z mana shu toshmalardan men juda ham qo'rqaman. Internetda ham ko'rib turamiz. Misol, hollarga tegish mumkin emas deyshadi. Hadeb tegib bo'lmaydi yoki uni ip bilan boylab qo'yib o'ziga kuydirib tushirishmoqchi bo'lishadi. Bu narsa mumkin emas-a o'zi. Yaxshi bir jihatni ko'tardingiz. Holni masalan hozir har xil kuydiruvchi vositalar chiqib ketgan aptekada. Bu eng katta xato, chunki buni bemor olib, aptekadan olib o'zicha demak uyda qiladi, uy sharoitida qiladi. Biz aytamizki, demak uni avval tekshirish kerak, mutaxassis ko'rish kerak, birontasi bo'lmaydi. Va bundan keyin agar holni kuydirsa, u keyinchalik qanaqa asorat kelishi u mavhum. Ya'ni bu lotereyaga o'xshab qoladi. Shuning uchun mutlaqo bu narsani tavsiya bermaymiz. Keyingi endi mana papilomaga o'tishdan oldin bizning muxlislarimiz mana har kun anons beramiz. Instagram, Telegram, YouTube va Facebook platformalarida kimlar kelishini doim qo'ysak, savol yozishadi bizga. Yana bir muxlisimiz ham papiloma haqida so'rashimizni iltimos qildilar. Papilomalar o'zi nima va ularning inson terisida paydo bo'lishiga nimalar aynan sabab bo'ladi? Xo'p, papilomalar bu o'zi virusning kasallik, ya'ni VPC deymiz, virus papiloma человека. Bir o'rtacha bir 200 taga yaqin bir turlari mavjud. Bu endi odatda xavfsiz bo'ladi. Endi kam holatlarda buni ham bir onkologik o'sha moyillik nimasi bir holatlari ham, tiplari ham bo'ladi. Va odatda bu virusning kasallik va umumiy bir insoniyatda agar oladigan bo'lsak, ancha foiz baland, 90-95% katta foizda odatda bu bo'ladi organizmimizda. Faqat biz bilmasligimiz mumkin. Faqat shu bir ko'payib ketgandagina bir e'tibor qilib, shunga bir ahamiyat berish holatlari bo'ladi. Va bu demak tursa bu zarar, imkon darajada buni olib tashlash kerak, chunki virus bo'lgan ekan albatta bu yuqumli hisoblanadi. Avvalambor demak o'sha oila a'zolariga va yaqin o'sha tanish-bilishlarga bu zararli bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldirgan demak ma'qul bo'ladi. Demak, buni ham yuqumli jihatlari bor ekan. Albatta. Virusning kasalligi bu har doim yuqumli hisoblanadi. 22-23 yoshgacha inyeksiya qilishadi deb ham eshitganman, ya'ni прививка. Bu endi aynan o'sha onkotiplariga qaratilgan. Ya'ni ko'proq ayollarda, qizlarda o'sha hozir maktab davrida o'sha demak dasturga kiritilgan, bu o'shani oldini olish maqsadida qilinadi. Demak, papilomani doim davolab turish kerak, davolash kerak o'zi. Albatta. Endi uni qanaqa davolash mumkin? To'g'ri savol berdingiz. Demak, bu ham boyagi variant, ya'ni ko'pchilik bilmasdan o'sha aptekadan olib har xil dorilar bilan, endi u ko'proq sostav kislotalik sostlari bo'ladi, joyiga kuydirishadi. Ko'pincha buni to'g'ri qilishmaydi, har xil asoratlar kelib chiqadi, chandiqli o'zgarishlar, har xil dog'li o'zgarishlar va bu bo'lgandan keyin nima qilishni bilmay keyin murojaat qilishadi vrachga. Avvalambor teskari ish qilish kerak, u vrachni oldin ko'rib va uni o'shanga qarab tavsiya beriladi. Hozirgi kunda
har xil demak zamonaviy usullar chiqib ketgan, har xil lazer apparatlar bilan bemalol bu narsani bartaraf qilsa bo'ladi. Ko'pincha issiz, demak har xil chandiqlarsiz yaxshi bitadi. Endi oldin bir misol deylik bir 15-20 yil oldin suyuq azot, ya'ni jiddiy azot deymiz, o'sha bilan ham kuydirib kelingan. Hozir zamonaviy demak lazer apparatlar chiqib ketgan. Endi yana bitta savolimiz bor, Sarvar aka. Mana mama qaymoqni suti bilan aynan mana shu papillomalarni yo'qotishga insonlar harakat qilar ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Ketadimi o'zi ketmaydi? Shu kungacha har xil usullarni eshitganmiz, har xillarni iplar bilan, ot dumi bilan. Bunisi birinchi marta eshitdim. Yo'q, voy, lekin ko'pchilik aytadi, rostdan bundoq mama qaymoqni uzib surib qo'yadigan buvijonlarni ham ko'p ko'rganman. Endi bu hammasi irim-sirim, biz bu narsaga biroz qarshimiz. To'g'ri. O'zi papillomalarni o'z vaqtida davolanmasa qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Hop, boyagi aytganimizdek, ayniqsa ayollarda demak har xil o'sha ginekologik tomondan onkologik har xil kasalliklarga agar boyagi onkotiplari demak bo'lsa organizmida bu onkologik kasalliklar rivojlanishi mumkin. Ayniqsa shu sohalarda bo'lsa, shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak. Albatta buni vaqtida murojaat qilib ko'rsatib turish kerak. Men endi ko'p ayollar bilan ishlayman-da, nutritsiologman va ularni ozish yo'lida yordamlashaman va ular asosan ortiqcha vazni bor va insulini yuqori bo'lgan ayollarda papillomalar juda ham ko'payib ketadi, aynan bo'yin sohalarida. Demak, shu ham holat ham bir chaqirtiruvchi rivojlanish mexanizmida bir turtki holatlar, bir omillar desak bo'ladi. Demak, aynan o'sha qandli diabet kasallari, endokrinologik muammolar, boyagi demak semirib ketish holatlari va semirib ketish holatlari bevosita o'sha chov burmalari, umuman tabiiy burmalardagi ishqalanish kuchi oshib ketadi. Masalan, semiz odam bilan ozg'in odamlar demak farqi bo'ladi va ishqalanish kuchi oshgan sari demak o'sha joyda mayda kichkina bo'lgan papillomalar tez o'sib ketish holatlari ham va ko'payib ham ketadi. Ko'payib ketishi ham mumkin. Endi Sarvar aka, mana papilloma va so'kallar deb yozib qo'yganmiz. Bularning bir-biridan farqi bor-a? Ko'proq ko'rinishida bir klinik holatlar, masalan so'gallar bu ko'proq zichroq, qattiqroq bir bo'ladi. Qo'lga chiqadi aynan, qo'llarga to'shadi. Har qanaqa joyga chiqishi mumkin. Lekin papillomalarimiz bu ko'proq yumshoq bo'ladi, bir sal osilib turuvchi, masalan, shuna bir ortiq deyshadi mana xalq tilida, masalan, shunaqangi holat. Lekin demak, boyaga aytib o'tganimizdek 200 ga yaqin virus turlari bor deyildi. Qaysidir bir turlari masalan papilloma chaqiradi, qaysi bir turlari so'gallarni chaqiradi. Endi biz yoshligimizda bilardik, qo'llarimizga, misol meni o'zimga ham bir paytlar so'gal chiqqan. Va u vaqtida o'zi sekin-sekin o'sha paytlari nimadirlar surardik, eslolmayman. Mama qaymoq suti. Mama qaymoq suti, men bilmayman. O'sha bir dori vositalarini surib, u ketqizilardi. Bu aynan bolalarimizda ham ko'p uchraydi, yosh bolalarda ham. Bu nimada aynan o'sha tozalikka rioya qilmagandan bo'ladimi? Bu demak ko'pincha kontakt yo'li bilan o'tish, ayniqsa so'gallar kontakt yo'li bilan o'tishi, masalan o'sha yosh bolalar o'rtog'ida bog'cha, maktab, masalan, o'rtoqlardan yuqish mumkin. Ular endi doim birga o'ynaydi, boshqa qiladi, demak kontakt yo'li bilan ular oson o'tadi. Va endi men masalan bu immuniy sistemaga ham bog'liq. Masalan, ba'zi bir bemorlarda immunitet yaxshi bo'lsa, vaqt soati bilan sekin-sekin yo'g'on bo'lib ketishi mumkin. Lekin bu holat kam bo'ladi. Odatda baribir shifokorlarni aralashuvi kerak bo'ladi baribir. Boyagi muolajalar qilmasak o'z-o'zidan ketib qolmaydi. Demak, o'sha so'gallar chiqsa, bolalarimizni iloji boricha bog'chaga yoki maktabga bermay tursak bo'lar ekan. Uni davolab, keyin maktabga yoki bog'chaga chiqsa, qolganlarga ham o'sha yuqmaydi, qolganlarni ham bo'ladi va ortib qo'ymaydi. Boshqalarga ham zarari to'sgan bo'ladi. O'zi davolash vaqti qancha davom etadi? Endi davolash vaqti demak o'sha muolaja qilgandan keyin kuydirish amaliyoti har xil o'sha boya aytib o'tgandek lazer va hokazo amaliyotlar bajarilgandan keyin bitishiga qarab. Endi albatta bolalarda nisbatan tezroq bitishi mumkin. 1 hafta, 10 kun, 2 hafta har xil holat bo'ladi. Endi siz oldingizga yana qanaqa bir muammolar, shu teri kasalliklari bilan kelishadi? Aynan mana bunaqa bo'lyapti, hozir meni bu jarayon qiynayapti. Bu endi bu juda katta mavzu. Bizda umuman teri kasali, masalan, adabiyotlarda 3000 ga yaqin turlari mavjud. Ko'p uchraygani masalan kamida 100 tacha masalan turlari nazologiya deymiz. Ko'p uchraydi. Endi sanab o'tadigan bo'lsa, eng ko'p keladigan murojaatlar husnbuzar, ugri kasalliklari, har xil dog'lar, oq dog'lar, jigarrang dog'lar, har xil dog'lar. Bu ya'ni papilloma so'gallar, masalan, qadoqlar, keyin allergik kasalliklar, psoriaz, ekzema, neridermit va hokazo har xil demak surunkali kasalliklar mavjud. Virusli, bakterialniy demak turlari juda ham ko'p. Endi mana shu ana terini oqarib qolishi bor-ku.
bu juda ham o'zi xunuk holat bo'ladi odam Albatta. uchun. Uni davolasa bo'ladimi? Men hali shu paytgacha Qarigan degansiz, aynan vitiligoni nazarda Vitiligo pes kasallar. Ha, endi bu ancha murakkab holat. Lekin hozirgi demak o'sha zamonaviy tibbiyot rivojlanishida yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Bu birdan bo'ladigan narsa emas, albatta. Har bir narsa individualniy, demak umumiy shu bemorlarni chuqur tekshiruvlar asosida demak bosqichma-bosqich o'zini muolajalar qilib boriladi. muolajalarga amal qilish kerak. Albatta, uni yo'q qilib yuborishning ilojisi yo'q, faqat ochartirishni va kamaytirishning ilojisi bor deb eshitganman. O'sha hujayralarni yana qayta tiklashimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda hatto o'sha rang hujayralarini, sog'lom rang hujayralarini o'sha aynan shikastlangan oq dog' zonalariga demak ko'chirish amaliyotlari, melanistarn transplantatsiya operatsiyasi deymiz, o'sha amaliyotlarni ham hatto bajarish mumkin. Endi bizni Sarvar aka 7 yoshdan 70 yoshgacha muxlislarimiz bor. Albatta. To'g'risi ko'rib turishadi. Endi balog'at yoshiga yetganlar uchun savol bermoqchiman. Aynan husnbuzar haqida. To'g'ri. Husnbuzar chiqsa, oynaga borib, misol siqib ko'rishadi uni va boshqa bo'ladi va bu badanga ham chiqib ketib qoladi-da bu. To'g'ri. Oxir-oqibat buning uchun nimalarga aynan husnbuzarni to'xtatish uchun yoki oldini olish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Husnbuzar bilan statistik bir qaraydigan bo'lsak, juda bir katta bir qismini demak shu mavzuda, shu bir muammo bilan bizga murojaat qilishadi. Bu endi aynan balog'at nega sababi bu gormonlar bilan bog'liq. Ya'ni aynan balog'at payti gormonlar hali pik deymiz, yuqori bir holatda bo'ladi va shuni hisobiga ular ko'p rivojlanadi. To'g'ri aytdingiz, demak siqish holatlari, har xil qichinish, bu holatlar faqat demak kasallikni avjlanishiga, rivojlanishiga va ulardan qoladigan asoratlar, ya'ni chandiqli o'zgarishlar, har xil dog'li o'zgarishlar va shu yallig'lanishni yana ham kuchayib ketish holatlariga olib keladi. Shuning uchun bu narsalarni tavsiya bermaymiz. Albatta mutaxassisga murojaat qilishlarini eng yaxshi so'rab tanlov boramiz. mutaxassis va unga yarasha uy parvarishi. Sababi juda ko'pchilik men kosmetologga boraman deydi, lekin uy parvarishiga e'tibor berishmaydi. Birinchi to'g'ri ovqatlanish. Sarvar aka, ma'lumotlar uchun rahmat. To'g'risi, juda katta ma'lumotlar oldik. Hamma uchun biramchi kerakli savollarni berdik. 7 yoshdan 70 yoshgacha insonlarning savolini berdik. Siz bilan hali hamkorligimiz davom etadi. Ko'rganimizdan xursandmiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Foydamiz tegani faqat xursandmiz.